Jonim, uncha shoshasiz. Ham qiynaysiz-ey. Odil To'rayevich, siz shohida yursiz, biz bargida yuramiz. Tushunmadim, Sattor nima bo'pti ish to'xtab qolgan? Qanani, bu yoqqa. Aka, seriyozli muammo bor. Ey, to'xta. Fakt bilan gapirgin, odam masofaga tegmalaring. Dom yorilgan okalar. Tinchlikmi? Odamlarga qabr sotayotganligini bilasanmi? Qanaqa qabr? Mana suratlarni tomosha qildim. Ozgina tirishina ketib qolgan. Endi ish bor deydi, kamchilik bo'ladi-da. Kamchilik? Sen gapirayotgan o'sha kamchilikni tagida bilasanmi qanaqa strashniy holatda yotganini? Ertaga uyda yetim yesirlar yashaydi. Beva bechoralar yashaydi. Ularning taqdiri nima bo'ladi? Sallaga bir kun muhlat. 24 soat ichida pullarimizni qaytarlaring. Tushunarlimi? Kechirasiz-ku, bu narsani men hal qila olmayman. Katta qo'ling hal qiladi bunda. Kim hal qiladi? Xullas hammani orqasida ishongan odami bor. Lekin osmon bitta. Kim bo'lsa ham aytgan. 24 soat ichida pul agar qo'limda bo'lmasa, xafalashamiz. Loyihalarning o'zlaringiz buyursin. Bo'lsa